Assalomu alaykum. Efirda Jarayon informatsion dasturining navbatdagi soni. Bugun dasturimizda Bugun Xalqaro tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish kuni munosabati bilan poytaxtimizda tadbir tashkil etildi. Jizzax viloyati Baxmal tumanida an'anaviy olma sayli bo'lib o'tmoqda. Tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarib, inson o'limiga sabab bo'lgan voyaga yetmagan fuqaroga sud hukmi o'qildi. Vyetnamning Bakening provinsiyasidagi Tianlyuk kommunasida ko'plab hududlar hali ham suv ostida qolmoqda. Endi shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan tanishing. Bugun 13-oktyabr Xalqaro tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish kuni. Sana munosabati bilan poytaxtimizda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi, Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchixonasi, qator xalqaro tashkilotlar hamda O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan hamkorlikda xalqaro anjuman tashkil etildi. Muxbirimiz reportaji shu haqida. Tabiiy ofatlar insoniyat tarixining eng og'ir sinovlaridan biridir. Zilzilalar, suv toshqinlari, yong'inlar, ular har safar bizga tabiatga e'tibor, tayyorgarlikka jiddiyat kerakligini eslatadi. 20-asrning 60-yillardan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti tabiiy ofatlar oqibatlarini kamaytirish masalasini global darajada muhokama eta boshladi. 2009-yilda esa 13-oktyabr Xalqaro tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish kuni deb e'lon qilindi. Har yili bu kunda dunyo bo'ylab yuz bergan yirik ofatlar yodga olinadi. Ularning saboqlari tahlil qilinadi. 2004-yilda Hind okeanidagi tsunami 250 mingdan ortiq inson hayotiga zomin bo'ldi. 2011-yilda Yaponiyada ro'y bergan zilzila va Fukushima atom elektrostansiyasi fojiasi butun sayyorani larzaga soldi. Shunga o'xshash minglab voqealar insoniyatga bitta narsani eslatadi. Oldini olish oqibatni tuzatishdan muhimroqdir. Bugun Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi, Yevropa Ittifoqi hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamkorligida aynan shu g'oya xavfni kamaytirish madaniyati muhokama qilinmoqda. 2023-yil 16-mart kuni bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdan tashqari sammitida davlatimiz rahbari tomonidan favqulodda vaziyatlar bo'yicha ixtisoslashgan xalqaro tuzilmalar bilan amaliy hamkorlikni kuchaytirish zarurligiga alohida e'tibor qaratilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zilzila qurbonlariga hurmat ko'rsatish va bu borada xalqaro hamkorlik zarurligini eslatish maqsadida xotira va birdamlik kunini ta'sis etish to'g'risida tashabbusni ilgari surdi. Bugungi kunda mazkur tashabbus amalda o'z natijasini ko'rsatdi. Gap shundaki, 2025-yil 29-aprelda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi O'zbekiston tashabbusi bilan 29-aprelni Xalqaro zilzila qurbonlarini xotirlash kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjatga dunyoning barcha mintaqalaridan 80 dan ortiq davlat hammualliflik qilgan. Xalqaro zilzila qurbonlarini xotirlash kuni ilk bor 2026-yil 29-aprel kuni nishonlanadi. Bu sana 1966-yilda Toshkent shahrida sodir bo'lgan vayronkor zilzilaning 60 yilligi munosabati bilan belgilandi. Shu tariqa bu sana nafaqat zilzila qurbonlarini yodga olish, balki ofatlardan saboq chiqarish, hamjihatlik va insoniy birdamlik ramziga aylandi. Yangi xalqaro kunning joriy etilishi O'zbekistonning global maydondagi obro' e'tiborining oshayotganidan dalolat beradi. Bugungi anjuman ham ayni shu maqsadga xizmat qiladi. Bu anjumanni o'tkazishdan maqsad yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlarni, xavflarni kamaytirishdan iborat. Bu o'tkazilgan tadbirimizga O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Asosiy maqsadimiz o'sha yuzaga keladigan favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga o'rgatish, bilim madaniyatini oshirish, bundan tashqari o'sha sohaga xorij tajribalarini jalb etish. O'zbekistonda so'nggi yillarda bu borada tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. 5 yil ichida ofatlar xavfini kamaytirishga oid 3 ta qonun, 2 ta prezident farmoni va 6 ta hukumat qarori qabul qilindi. 2030-yilgacha mo'ljallangan davlat dasturi asosida tog' va tog' oldi hududlarda sel va toshqinlardan himoya postlari tashkil etildi. Erta ogohlantirish SMS tizimi yo'lga qo'yildi. O'tgan 10 yilda 700 dan ortiq suv inshootlari mustahkamlandi. Natijada 130 mingdan ziyod aholi va minglab
o'nlab ijtimoiy obyektlar xavfdan himoyalandi. Aholining 65% endilikda zilzila vaqtida to'g'ri harakat qilish qoidalarini biladi. 18 mingdan ortiq volontyor qutqaruvchilar tayyorlanib, 540 mingdan ortiq fuqaro o'quv mashg'ulotlariga jalb etildi. O'zbekiston bugun mintaqaviy xavfsizlikda ham faol rol o'ynamoqda. 2023-yilda Turkiyada ro'y bergan zilzila oqibatlarini bartaraf etishda o'zbekistonlik qutqaruvchilar birinchi bo'lib yordamga yetib borishdi. Shuningdek, Orolbo'yi ekologik ofat oqibatlarini yumshatish maqsadida 2030-yilgacha yana 600 ming gektar yangi yashil hudud barpo etilishi rejalashtirilgan. Bugungi anjuman faqat rasmiy uchrashuv emas, bu hayotiy zarurat, insoniy mas'uliyat va tabiatga nisbatan yangi munosabatdir. Fayoz Ochilov, Muzaffar Rahmatov, Jarayon informatsion dasturi uchun. Jizzax viloyati Baxmal tumani o'zining betakror tabiati bilan mashhur qolaversa, Baxmal deganda ko'pchilikning ko'z o'ngida olmazor bog'lar namoyon bo'ladi. Ayni kuz mavsumida hududda olma sayllari tashkil etiladi. E'tiborli jihati bu sayllarda nafaqat yurtdoshlarimiz, balki xorijlik sayyohlar ham ishtirok etadi. Ana shunday sayl Baxmalning eng so'lim hududlaridan biri Mo'g'ol qishlog'ida bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Har yili kuz kirib kelgach, Baxmal olmalari g'arq pishib, bog'larni shirin hidga to'ldirar ekan, bu go'zal diyor yana bir muhim va unutilmas tadbirga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Bu olma sayli, ya'ni tabiat va inson mehnatining bayramidir. Bu sayllarda Baxmal olmasining turli navlari namoyish etiladi. Shuningdek, Baxmalga xos bo'lgan milliy qadriyatlar, urf-odatlar ajoyib chiqishlarda aks etadi. Mo'g'ol qishlog'ida bo'lib o'tgan olma sayli ham yurtimizning turli hududlaridan kelgan mehmonlar va xorijiy sayyohlarda katta taassurot qoldirdi. Baxmalga kirib kelganimizda shu olmazorlar juda chiroyli taassurot qoldirdi. Folklor juda chiroyli kutib oldi. Kayfiyatlarimiz ko'tarildi. Mamlakatimizni shunaqa chiroyli go'shalarini targ'ibot qilishga hissa qo'shamiz degan umiddaman. Baxmal olmasi shirin ta'mi va xushbo'y hidi uzoq muddat saqlanishi bilan ham ajralib turadi. E'tiborli jihati, ayni vaqtda Baxmal olmasi Adliya vazirligi tomonidan geografik ko'rsatkich sifatida ro'yxatga olinyapti. Hozirgi kunda Jizzax viloyatida 5 xil turdagi mahsulot geografik ko'rsatkich sifatida topilgan va ro'yxatdan o'tkazish jarayonida hisoblanadi. Hozirgi kunda ro'yxatdan o'tgan mahsulotlar bu somin qozon patiri, tandir go'shti va somsa. Baxmal olmasi ham geografik ko'rsatkich sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza topshirilgan, ya'ni elektron ariza topshirilgan va hozir ekspertiza jarayonida. Agar ekspertizadan ijobiy xulosa olinsa, geografik ko'rsatkich sifatida ro'yxatdan o'tkaziladi. Geografik ko'rsatkich deganda o'sha hudud xos bo'lgan biron bir mahsulot. Ya'ni bu mana Baxmal olmasini oladigan bo'lsak, Baxmal olmasi hammaga mashhur o'zini mazasi bilan. Bu turdagi olmalarni mazasini, shu suvlilik darajasini boshqa iqlimda, boshqa tuproqda yetishtirishni imkoni mavjud emas. Sayl davomida mehmonlar olma bog'larini tomosha qilish bilan birga Baxmal tumanida yetishtirilayotgan uzum navlari, poliz ekinlari va tabiiy mahsulotlardan ishlab chiqarilayotgan turli yeguliklar va ro'zg'or uchun kerakli vositalar ko'rgazmasi bilan ham yaqindan tanishib chiqishdi. Folklor jamoalarining sho'x qo'shiqlari barchaga xush kayfiyat baxsh etdi. Mehmonlar milliy kuylarimizga raqsga tushdi. Yakunda barcha ishtirokchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Bayramga o'zgacha shukuh bag'ishlash uchun Baxmal osmoni uzra havo sharlari ko'tarildi. Microsoft asoschisi Bill Gates vaznni kamaytiruvchi dori vositalarini kambag'al mamlakatlarga yetkazib berishni reja qilmoqda. Bu haqida Reuters agentligi xabar berdi. Hozirda semizlikdan aziyat chekayotgan 1 milliardga yaqin insonning 70% past yoki o'rta daromadli mamlakatlarda yashaydi. Bu davlatlar semirish epidemiyasi va u bilan bog'liq diabet hamda yurak kasalliklari kabi muammolarni moliyaviy jihatdan hal etishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Dasturimizdagi xorij xabarlarida dunyoda sodir bo'layotgan shu kabi voqeliklar bilan tanishasiz. Vyetnamning Bagnim provinsiyasida Tren Lyu kommunasida ko'plab hududlar hali ham suv ostida qolmoqda. Mahalliy aholi 3 metrgacha yetgan toshqinlardan so'ng asta-sekin yashash joylar va inshootlarni tozalashni boshlayapti. Elektr tarmog'idagi uzilishlar, ichimlik suvi va dori-darmonning yo'qligi sabab qariya va yosh bolalar evakuatsiya qilingan. Mahalliy hokimiyat va jamoat tashkilotlari eng og'ir holatdagi xonadonlarga yordam ko'rsatish uchun safarbar qilingan. Sel ortidan kelgan halokat katta yo'qotishlarga sabab bo'ldi, ammo shunga qaramay Bagnim provinsiyasida hayotni izga qaytarish bo'yicha ishlar kun-tun davom etmoqda. Hindistonning Rajasthan shtatida joylashgan Sambhar ko'lida yana hayot qaynamoqda. Hududga flamingolar qaytdi. Bu o'z navbatida atrof muhit yaxshilanganidan dalolat beradi. Odatda flamingolar har yili noyabrdan martgacha bu hududga migratsiya qiladi.
Ammo bu yil ozuqa zaxirasining ko'pligi va iqlim o'zgarishi tufayli ular bu yerda uzoqroq qolishi mumkin. Samxar ko'li qushlar migratsiya yo'nalishlaridan biri, Markaziy Osiyo yo'lidagi muhim to'xtash nuqtalaridan hisoblanadi. Bu sho'r ko'l Nagaur va Jaipur tumanlarida joylashgan bo'lib, Aravalli tog'lari bilan chegaradosh. 1990-yilda Samxar ko'liga Ramsar ekologik hududi maqomi berilgan. Bu uning xalqaro ahamiyatga ega so'lim tabiiy maskan ekanini tasdiqlaydi. Shu bilan birga u Rajastxandagi tuz konlardan biri hisoblanadi. Ko'ldagi hayotning tiklanishi nafaqat flamingolar, balki boshqa ko'plab ko'chmanchi turlar uchun ham yangi umid manbai bo'lmoqda. Tunisning La Marsa shahrida joylashgan, yaqinda qayta ta'mirlangan Ahmadbey saroyi o'z eshiklarini navbatdagi madaniy tadbir uchun ochdi. Ko'rgazma Nousto uyushmasi hamda Dante Alighieri madaniyat markazi hamkorligida Roza Luxemburg jamg'armasi ko'magida tashkil etildi. 13 ta ma'lumot paneliga joylashtirilgan ekspozitsiya 4 qismga bo'lingan. Unda Madinadagi binolardan tortib 19-asrdagi Yevropa uslubidagi saroylar namoyish etilmoqda. Shuningdek, Mijirda vodiysidagi qishloq posyolkalari ham qamrab olingan. 1847-yili graf Giuseppe Raffo tomonidan qurilgan Ahmad Bey saroyi ham italyancha me'morlikning jonli namunasidir. Ko'rgazmaning aynan shu yerda boshlanishi ham ramziy ahamiyatga ega. Italiyanizatsiya ko'rgazmasi Tunis arxitekturasidagi ko'p qirrali madaniy qatlamlarni anglash uchun muhim chaqiruvdir. Ko'rgazma 12-oktyabrgacha La Marsada o'tkazildi. Ayni paytda esa Tunis milliy arxitektura va urbanizm maktabi hamda El Teatro galereyasida davom etmoqda. Shri Lankaning Horton Plains qo'riqxonasida Nelu endemik guli butun vodiyni afsonaviy go'zallikka burkadi. O'simlikning oq, qizil, sariq va pushti xillari gullab, mahalliy aholi va ekoturistlar uchun haqiqiy tabiat bayramiga aylandi. Jarayon 12 yilda bir marta, atigi 2 hafta davom etadi. Horton Plains mamlakatdagi bexilma-xillikni to'liq aks ettiradigan hudud. Bu yerda 31 turdagi Nelu guli uchraydi. Shundan 12 tasi faqat Shri Lankaga xos. Ayrim turlari 12 yilda bir, boshqalari esa 3, 4 yoki 6 yilda gullaydi. Faqat bitta turi har yili kurtak yozadi. Horton Plains milliy bog'iga faqat maxsus ruxsatnoma va chipta orqali kirish mumkin. Qo'riqxona ma'muriyati mehmonlardan qoidalarga amal qilishni, hayvonlarni oziqlantirmaslik, gul uzmaslik, shovqin solmaslik va tabiatga zarar yetkazmaslikni talab qiladi. Ota-onalarning birgina e'tiborsizligi yoki voyaga yetmagan farzandiga keragidan ortiq ishonch bildirishi ko'pincha ko'ngilsiz holatlarga, achinarlisi inson o'limiga sabab bo'luvchi avtohalokatlarga olib kelishi mumkin. 2025-yilning mart oyida voyaga yetmagan, tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan o'smirning avtomashina boshqarishi oqibatida halokatga uchrab, o'z do'stining o'limiga sabab bo'lgani barchani yana bir bor hushyor tortishga undaydi. Sud jarayonida aytayapti, biz Toshkentni tomosha qilish uchun mashinaga o'tirdik. 2025-yil 23-mart tongida voyaga yetmagan fuqaro akasiga tegishli Tracker rusumli avtomobilni ruxsatsiz ko'chaga olib chiqadi. Birinchi do'stimni o'zini uyidan olib, rahmatli o'rtog'im ko'chada bo'lgan ekan, ko'chadan olib ketganman. So'ng sinfdosh do'stlari bilan Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasida soatiga 130 kilometrdan ortiq tezlikda harakatlanadi. 140 gacha chiqargan mashina va mashina kelayotgan vaqtda buni yo'liga chiqib Damas'ga uriladi. Natijada boshqaruvni yo'qotgan avtomobil qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Damas rusumli mashina bilan to'qnashgan. Oqibatda yo'lovchilardan biri Tracker avtomobil oynasidan chiqib ketadi va voqea joyida hayotdan ko'z yumadi. Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi 280-umumta'lim maktabida voyaga yetmagan sudlanuvchining ishi bo'yicha ochiq sud majlisi bo'lib o'tdi. Jarayonda tuman hokimi, tuman prokurori o'rinbosari, ichki ishlar bo'limi boshlig'i hamda tumandagi barcha maktab rahbarlari ishtirok etishdi. Sud voyaga yetmagan sudlanuvchi unga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasining 2-qismi bilan jazo sanksiyasidan nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashi
va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 563-moddasi talablaridan kelib chiqib, unga yashash joyidan jamoat tarbiyachisi tayinlashni hamda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 72-moddasini qo'llab, jazoni shartli hisoblab, sinov muddati belgilashni lozim topdi. Tengdoshlarimga bunaqa yurishga hech qachon tavsiya bermayman. Oxiri mana shunaqa bo'lib qolishi mumkin ekan. To'g'ri yaxshi haydashinglar mumkin ko'p yillar. Lekin yo'linglarda shunaqa halokat yo'q joydan kelib qolar ekan. Ehtiyot qilib yurishinglarni xohlayman. Qachon prava dokument olganinglardan keyin o'shanda ham sekin haydashingni so'rab qolardim. Qilgan ishlarimdan pushaymon, hech kimga tavsiya bermayman bunaqa bo'lishi. Har bir haydovchi, har bir ota-ona, har bir voyaga yetmagan yosh bu holatdan xulosa chiqarmog'i lozim. Jarayon informatsion dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarga qadar xayr, salomat bo'ling.